O'zi nima bo'ldi oranglarda? Oranglardan biron bir gap qochdimi? Ulardan so'rasam gapirishmayapti. Menga to'g'risini ayting. Bizni qizimizdan biron bir xatolik o'tdimi? Yo'q, xatolik o'tgani yo'q. Shunchaki o'rtamizda birozgina tushunmovchilik bo'lib qoldi-da. Shunga. Uzr kuyov. Nimaga? Qizimning nomidan men sizdan uzr so'rayman. Xato qilgan bo'lsa, kechiring. Yo'q, uzr so'rashni hojati yo'q. Yo'q. Hojati bor. Qizimdan biron bir kamchilik bo'layotgan bo'lsa, sizni xizmatingizni vaqtida qila olmayotgan bo'lsa yoki ko'nglingizni topolmayotgan bo'lsa, endi qizim qishloqni sodda bir qiz-da, aybga buyurmaysiz. Iltimos, faqat tortishib, bir-biringlar bilan urushib yurmanglar. Hali mana ko'rasiz. Qizim juda aqlli, sekin-asta ko'nikib ketadi. Yo'q, dada. Hammasi joyida. Siz xavotir olmang. Hech qanaqa muammo yo'q.